Hürmetli vatandaş, endiki biz sizlerle birlikte muhakeme edip varımız. Bugünkü sağa 2019 yıl 9. ayının 7. günü hafta şembe. Muhakeme de sizlerle birlikte başlaştın. Evvel ben kısa haberler boyunca vatandaşlarını materyal bilen teminleyimiz. Mesela dedim hani bir gün ötküzüp bir işe karşı duruş namayişi yani la tohtumadı. Namayişçiler Şangan'da Van Cavur ayınızı barikadı kurdu ve ot yaktı. Mavzulu haber 9. ayının 6. günü birleşme gazetede ilan kılındı. Haber bunda başlar. Şangan hükümeti kanunlar yeni çekindirgen deyken Şangan namayişçileri yeni la tohtumadı. Namayişçiler bugün düştün ki yani Van Cavur ayını toplanıp Van Cavur sakçılar agahlandırış ilan kıldı. Kaç saat 9'da namayişçiler kartıp yaş akkozoş bombalarını attı. Meydan tazalamakçı ve namayişçilerini meydandan tarkıtıp etmekçi oldu. Meydan tazalaş devamlaşıvadıdır. Namayişçiler bir taraftan çekinip bir taraftan yolda barikada kurup ot yaktı. 8. ayının 31. günü Şangan sakçılarının teyzi polis bekçide adam uruvatkanlığı video filmi 9. ayının 6. günü geçti. İlk bir anda koyulğanda zor bir Türkmen Şangan şehir halk ahalisi teyzi polis bekçide gelip jim oldurup namayiş kılıp Şangan Kömür Yol İdaresi'nin simlik televizyonu ekibini ve bu filmle devamlı koyup bir işin talep kıldı. Namayişçiler çekinmey, Van Cavur ayınıda keçilep namayiş kıldı. Şangan matbuatları bunda haber kıldı. Van Cavur sakçı idaresi kaç saat 9'da namayişçiler kartıp 15 pay yaş akkızıdığın bomba attı. Tünügün Şangan'da memuri 4. günü değil. Şangan'da memuriyet başlığı Lincin Yö'e biz bu kadımda kanunla yani çekindirdik dedi. Bu doğru Şangan halkı ne mi dedi? Kiç kaldın dedi. Bu yalgan dedi. Şunun ilgili doğru bettirdeki muhakeme bayanladı ne mi dedi işte. O oyun ne dedi? Lincin Yö'e Şangan memuriyeti yüzü oynap çıktı dedi. Yani bazılar ne mi dedi? Bunun kendi reis Xi Jinping'in kölengisi var dedi. Xi Jinping reis Xi Jinping yol koydu dedi. Şangan halkını lamasa taptığın dünyanı sınap bakmakçı oldu dedi. Bu arkalık özünün maksat müddalarını yani Merkezi Komitenin maksat müddalarını yoşurmakçı dedi. Lakin kişiler yani bazı şitav programlarda sözlenişte yani nurgun kişiler ne dedi? Lincin Yö'e bu katım kanun layihini çekindirip merkezden yiraklaşkandak yaka merkezde özü doğrusu da oylanışga mecbur kılgandak yaka merkezden sınap bakkandak boldu. Menin göz karışım bir yerde Lincin Yö'e'nin 5'i 10'u emas. Eğer merkezi komitet şunda kıl demese ya şunda çekinişki vədə demese Lincin Yö'e herkes bu işini kılalmaydı. Olup mu hazırlıkı Cumhur Kompartiyasının müstabit hakimiyeti devrede bu işini Lincin Yö'e herkes kılalmaydı. Hazır endi ne mi davatıdı? Kişiler işenmeyivatıdı. Rasmi yalgan mı davatıdı? Demek Lincin Yö'e'nin elike kanun layihini çekindirgenligi mi? Şangan'da aksi tesir peyda kılsa kıldı ki hiç kandak icabi ünüm asıl kılalmadı vatandaş. Şoňa görüwatsy mana Van Cavur raýonyny Şangan'ın Van Cavur raýonynda bolawatkan namaýyşlar. Barikada koýuş we barikada ot koýuş karşylar. Yani sakçı tarap bilen sakçı tarapyň zorowallygy karşı zorowallyk bilen jogap berişden başga ýol kalmady dep oýladymy kandak Şangan halky ana şunda karşylyk görüşdi. Demek hazır sakçılar 15 pay yaş akkızıdığan bomba attı. Onun kaynadığıyla yani kızıl muç suyu suyuğluğu attı namayişçilara.
Namoyishchilar cho'ng yo'l ustiga barrikada qurib, o't qo'yib qarshilik ko'rsatdi. Soqchilar va o't o'chiruvchi soqchilar taraf-tarafda o't o'chirishga boshladi. Shangang temir yo'l idorasi Tayze poyezd bekitini taqiqanligini e'lon qildi. Demak, poyezd tash yo'l temir yo'l idorasi hukumatning qo'lidagi idora. Şıtav haberleri Amerika'daki çoğun televizyon stansiyasi Fox haberlerden nakil edip mundaq dedi. Şangangda o'tkazib berishga qarshi turish namoyish harakati Xi Jinpingning haqiqiy qiyofasini oshkorladi. Bu yerda haqiqiy qiyofat degani nima? Bir rahbarlik san'ati va rahbarlik iqtidori. Ikkinchi ta'sir kuchi va nupuz kuchi. Üçüncü, Şangang ma'muriyat rayonida g'alaba qilish kerakmidi yoki mag'lub bo'lish kerakmidi? Masalan, sen demakchi ayni vaqtda 1984-yili Angliya bilan Jungo birlashma bayonotida qayd qilingan bo'yicha Jungo hukumati sen Shangangning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini shu vaqtda berib o'tgan bo'lsang deyli, ikkinchi qatim bunga o'rlashmasang, o qonunni va negizli qonunni burmalamay, o'zgartmay Shangang xalqiga muomala qilgan bo'lsang, bugungi namoyish kelib chiqmagan bo'ladi. Sen aralashding, demak sening bugungi qiyofatingni, asli qiyofatingni Shangang xalqi namoyish, arishtirish, hukumatga qarshi namoyish elib berish orqali bugun sening haqiqiy qiyofating oshkorildi. Prezident Trump texmi qattiq balki texmi qattiq amaliy vositalarni ishlatib, Kompartiya mustabidlariga zarba berish lozim. Buni Shitow dedim yoki Pokis xabarlari men ayirganmidim. Sizlarga topshirdim, vatandoshlar nima deydi? Pokis xabarlarida Prezident Trump texmi qattiq balki amaliy vositalarni ishlatib, Kompartiya mustabidlariga zarba berish lozim. Shangang xalqi tarixiy yuqori pallaga ko'tarildi. Shangang xalqi botirlik orqali o'zini tarixning yuqori pallasiga ko'tarib chiqdi. Jungo Kompartiyasini nafrat bilan rad qildi. Ya'ni Jungo Kompartiyasining rahbarligini Shangang xalqi rad qildi. Ya'ni Jungo Kompartiyasining bir davlatda ikki xil tizim siyosatini Shangang xalqi, Hong Kong xalqi namoyish bilan rad qildi. İşte eğirlik darajasi ana shu yerga yetib keldi. Yana xabarlar. Qaçınlar. Chet el mablag'i signal tarqatdi. Xalq pulini qimmati yana tushdi. Tasmini ching bog'lab kun o'tkazinglar. İqtisodiy kriz Jungoda hamma yerni qopladi. Jungo şirketleri maliye hisobotini yolg'on ma'lum qilib, jon saqlab kelmoqda. 9-oyning 7-kuni yutib, pulga qaraydigan yillar. Prezident Trump yana xabar. Prezident Trump burunqi prezidentlarning savdo masalasida Jungoga yo'l qo'yganligini tanqid qildi. Masalan, sobiq prezident Obama, sobiq prezident George W. Bush qatorliq prezidentlarning savdo masalasida Jungoga yo'l qo'yganligini prezident Trump tanqid. Sirliq ovoz qoldirish oshkorlandi. 80 milyon kishi Jungoda ishsiz qoladi. Jungo rahbarlaridan kimdir birisi ön alg'u yoki rekord qilib ovoz qoldirgan ekan. Bu ovozda oshkorlangan fikrlarga qaraganda nima deydi? Jungoda 80 milyon ishdan qoladi. Ishsiz qoladi. Xalq puli privat boshqarish, yolg'on oltin hammasi darajadan olqib urush qilishda. Jungoning shundoq bir harbiy odami shundoq yozgan. Buningdan keyin darajadan olqib urush qilish degan bir kitobni yozgan. Bu kitobning mazmunicha bo'lganda nima desanglar, bu kitobning mazmunida montizm, urush, ovoz, bu urush.
tegi tekini aytganda muttahamning urushi. Har qandaq yerda qo'l solishga, put qo'yishga bo'ldigan yerda har qandaq yerda urush qilish. Bu bir muttahamning urushi. Hozir buni bu qaraydigan yillar to'r film kanali nima deydi? Bu ishlar, bu tadbirlarning hammasi bu olqib, chekdimidan olqib urush qilishdir. 9-oyning 6-kuni pulga qaraydigan yillar yo'q. Yolg'on yo'l qo'yib, rost qarishtirishdir. Shangang xalqi Linjingyo'ning suiqasdini yechib tashladi. Ma'muriyat Linjingyo'ning suiqasdini yechib tashladi. Tayvan, Shangang qo'l tushib, Kompartiyaning alokat harpisida g'oljirlashgan qiyofatiga taqobil turaydi. Tayvan, Shangang qo'l tushib, Kompartiyaning alokat harpisida g'oljirlashgan qiyofatiga takdidiga taqobil turaydi. 2020-yilga qarab mangdiq. Pul qaraydigan yillar 9-oyning 7-kuni yo'q. Yuqorida ko'rib o'tdik, vatandoshlar, endi biz Shangang va buning alohida bu to'g'ridagi tahlillarimizni qo'yib turib, yuqoridagi bir masala ko'rdingiz, hozir Mongoliya dedi. Cho'ng davlatlar o'rtasida, masalan, Mongoliya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya Federatsiyasi, shundaqla Mongoliya dedi. Hindistonning rahbari Modi bilan ko'rishdi Batolga dedi. Demak, cho'ng davlatlar hozir tashqi Mongoliyaga qiziqishga boshladi. Balki tashqi Mongoliyani qo'lga keltirish o'rnatadi dedi. Biz tashqi Mongoliyaning qanday mustaqil bo'lganligini sizlar qisqacha so'zlab o'tdik. Tashqi Mongoliyaga kelayotgan bu qiziqish